Mana bugun Paxtakor tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan tashkil qilingan avtokarvonimiz yo'lga chiqadi. Paxtakor tuman markaziy ko'chalarida, Paxtakor shahrida aylanib, fuqarolar ko'p to'planadigan joylarda to'xtab, targ'ibot tadbirlarini o'tkazamiz. Yo'llarda transport vositasini boshqarganda yo'l harakati qoidalariga tezlikni oshirmaslik, piyodalarga yo'l berish kabi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling. Yo'lga uzoq masofaga chiqqanda hushyor holatda chiqishni so'rab qolamiz.